Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Xo'p, bugun 6-aprel haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p. Bu joyda shu arzon idish tovoqlar bor ekan. Xitoydagi, O'zbekistondagi hozirgi vaqtda sizda sotilib turgan. Mana bu katta tovog'ingiz nech pul aka? Donaga. Donaga shu 33 ming. 33 ming so'm donaga. Donaga 2 kiloli deylar katta. Ha, 2 kiloli. Bu pachkaga nech pul? Pachkaga 30 ming. Pachkaga 30 ming so'm ekan, donaga 33 ming so'm ekan. Va choynagingiz nech pul aka? Choynak bu Xitoydagi 70 mingdan. Choynaklar Xitoydagi ekan 70 ming so'm ekan. Endi qisqa ko'rsatib ketaveramiz hurmatli muxlislar. Mana shunaqa narsalar bor ekan. Ko'zalar bor ekan mana. Bu paxta gulli choynak nech pul? 15 mingdan. Bittasi? Ha, bittasi 15. Donaga. Donaga. Hop. Donaga ham pachkaga ham bor. Mana bu sopol nech pul bular? Bular donaga 10 ming. Piyolalar. Pachka olganga 8,5 ming. 10 ming so'm ekan donaga. Donaga 10 ming. Buni kasasi? Kasasi 14 ming. Ha, donaga. Donaga 15 ming. Donaga 15 ming so'm, Ha. pachkaga 14 ming so'm ekan. Mana shu yashil choynakda piyolasi bor ekan. Shu yaxshi ekan lekin mana ichi ham maloshni. Xo'p. Taniq ekan, uncha-munchaga nima bo'lib ketmaydi ekan, yomonlashib. Xo'p. Bular nech puldan ekan? Ularda pachkaga 4,5 ming. Pachkaga 4,5 ming so'm ekan, donaga 5 ming. 5 ming so'm ekan. Bunisi Ular 8 mingdan 7,5 ming pachkaga. pachkaga 7,5 ming so'm, donaga 8 ming. 8 ming so'm ekan. Rasha ko'k choy ichadigan peyli ekanda, lekin og'irligini qarang. Kasalari ham bor, mana tarelkalari bor. Mana. Hamma yog'i bor. Eng arzon piyola qaysi bor aka? Eng arzon piyolar mana ular 2,5 mingdan mana. Pachkaga shular. Pachkaga 2,5 ming so'm ekan bunisi. Mana paxta gulli ham 2,5 ming mana pachkaga. Ha mana. Bu O'zbekistondikimi? Ha, bular O'zbekiston. O'zbekiston. Mana bu paxta gullisi ham 2,5 ming so'm ekan mana. Zari uchmay toza, birinchi sortda. Mana ular 3,5 ming qilib beryapti. Bunisi 3,5 ming so'mdan, ha? Yaxshi. Va katta piyolar bor mana o'zimizniki mana. Nech pul bu? Bular 5 ming qilib beryapti. 5 ming so'm. Ha. Donaga. Donaga 6 ming, pachkaga Ha. 5 ming. Shu pachkaga 5 ming so'm, donaga 6 ming so'm ekan. Katta china deganlarga katta chinalar bor mana. Donaga nech pul bu? Donaga 6 ming, pachkaga 5 ming. Mana olsam bor mana katta china. Bu ham narxi shunaqa. Ha, bu ham shunaqa. Ha. Ya bu joyda mana qoshiqlar ham bor ekan. Nech pul qoshiqlaringiz aka? Ular Bu pachkada nechta ichida? 10 ta bo'ladi, 8 ming qilib beraman. Pachkada 10 tami ichida? 6 ta. Ha, pachkada 6 ta bo'lar ekan. Shu turishi nech pul? 8 ming. 8 ming so'm, ha? Ko'payganga 7,5 ming qilib beraman. Ha. Ha, shuni bitta mana shu turishini oladigan bo'lsa 8 ming bersa olib ketaveradimi? 8 ming. Yaxshi. Yosh bolachalar qoshig'i nech pul bu turishi? Bular turishi 10 ming qilib beraman mana shuni. Turishini 10 ming qilib berishar ekan. Nechta ichida? 6 ta. 6 ta ekan, ha? Donalar bo'lganga 5 mingga 2 ta. Yosh bolachalarga kasha yoki shunga o'xshash narsalar solib beriladigan idish ekan mana plastmassadan yasalgan qoshiqcha bilan idishcha nech pul bu? Donaga? Donaga 10 ming. Donaga 10 ming so'm ekan. Pachkaga 7 ming. Pachkaga 7 ming so'm. Pachkada nechta bo'ladi bu? Pachkada 10 ta bo'ladi. Ha, pachkada 10 ta bo'lar ekan. Xo'p, bular anaqa non solib qo'yadigan idish. Nech pul bu? Bu 23 ming. Donagami? Donaga 23 ming. Donaga 23 ming so'm ekan. Ular 4 burchaga ham tugadi. Xo'p, endi bu mana stakanlar ekan. Stakan nech pul aka? Ular 20 mingdan ichib bering. Donagami? Ha. Ko'payganga 19 ming. Bu ham shunaqami? Ha, u ham shunaqa. Narxi bir xil. Bunisi-chi? Ular
Pachka olsa 8 mingdan tushadi, donaga 10 ming. Yaxshi. Harakasi. Endi shu sotuvchi akamizning telefon nomerlarini aytamiz. Xo'p. Telefon nomeringiz nechilik aka? Ha. Hozir telefon qilib yuboraman, ha? Xo'p, bor. Nomeringiz Nomer 94lik 94lik 048 048 13 13 33. 33 ga telefon qilaverasizlar. Yana ham arzon qilaman. Tarelkada bor mana ishtamniki, paxtagundagi. Kelishpasalar o'zlarining mashinasi ham bor ekan. Shu yaqin oralarda bo'lsa, olib borib ham berishadi. Endi o'zlaring telefon qilib kelishaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.